بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaykum suyumlik Sharqiy Turkiston xalqi va qadrli qarindoshlar. Hammamizning ulug' Ramazon oyimiz muborak bo'lsin. Va Janobi Alloh bu ulug' Ramazonda qilgan ibodatlarimizni va duolarimizni qabul qilsin. Amin. Qarindoshlar, biz yashayotgan bu dunyoda va hozirgi tariximizda biz Sharqiy Turkiston xalqining, xususan Uyg'ur xalqining naqadar ojiz va xor holatda ekanligimizni, Tayland hukumatining 40 necha Uyg'urni dushmanimiz qotil Xitoy hokimiyatiga nomussizlarcha qaytarib berish bilan qayta bir qatam ko'rib chiqdik. Halbuki biz aslida Alloh taolaning mukarram qilib yaratgan ulug' bandalaridan edik. Biz Muhammad alayhisolamning aziz ummatidan edik. Biz Odam alayhisolamning qadrli avlodlaridan edik. Biz shundoq bir ojiz holatga tushib qolgan chog'imizda bizga 8 milliardlik Odam alayhissalom avlodidan hech bir do'st va hech bir yordamchi chiqmadi. 2 milliardlik nüfusga ega bu musulmon ummatdan hech bir do'st va hech bir yordamchi chiqmadi. 100 milyonlarcha nüfusga ega Türk dunyosidan hech bir do'st va hech bir yordamchi chiqmadi. Demakki biz Sharqiy Turkiston xalqining o'lib tirilishimiz bilan bu dunyoda Allohdan boshqa hech kimning kori bo'lmaydi ekan. Bu amaliyotni o'z ko'zimiz bilan ko'rib yashayapmiz. Bizmi bir inson bo'lish sifatimiz bilan o'ylanib boqaylik qarindoshlar. Mushundoq bo'lsa bo'ladi. Ya'ni bu qadar xo'rlikni va ojizlikni qabul qilib yashashga bo'ladi. Bu ahvolni qabul qilib yashasak, ahvolimiz o'zligidan o'ngshilib qolamdi. Hargiz undaq bo'lmaydi. Hargiz o'ngshilib qolmaydi bu bir amaliyot. Undaqda bundaq xo'rlik ichida yashayotgan bizning ahvolimizni bizni yaratgan Alloh sababsizla o'ngshab qo'yami? Yo'q. Allohmi o'ngshab qo'ymaydi. Chunki Alloh taolo Qur'onda Ra'd surasi 11-oyatda mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi va min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ve iza aradallahu biqawmin su'an fala maradda lahu ve ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Yani hakikat şudur ki bir millet o'zidagi kamchiliklarni tuzatmaguncha Allah ularning ahvolini tuzatib qo'ymaydi. Ya'ni bizdagi ojizlik va xo'rlik sabablarini o'zimiz tekshirib topib chiqmoqchi. Nima uchun bu ojiz holatga kelib qoldik? Nima uchun shunday bir xo'r holatga kelib qoldik? Xorlanib yashaymiz. Buning sabablarini o'zimiz tekshirib topib chiqmoqchi va tuzatmaguncha Allohning ahvolimizni o'zgartmaydiganligini Qur'onda aytadi. Undaqda biz Sharqiy Turkiston xalq bo'lish sifatimiz bilan bizning hozirgi ahvolimizni tekshirib bir muayyanlashtirib boqaylik qarindoshlar. Turkchada durum taspiti deydi-ku. Ahvolimizni bir muayyanlashtirib boqaylik. Biz hozir bir ojiz millat. To'g'rimi, to'g'ri emasmi? Xo'rlikda yashayotgan bir millat. To'g'ri. Vatani dushmanlar tarafidan ishg'ol qilingan bir millat. Bu to'g'ri. Xalqi dushmanlari tarafidan qirg'in qilinayotgan va yo'q qilinayotgan bir millat. Bu to'g'ri. Bu bir amaliyot. Irqiy qirg'inchilikqa uchrab kelayotgan bir millat. To'g'ri. Ar nomusi cheylangan, muqaddasati dafsanda qilingan, shon sharifi yer bilan yakson qilingan bir millat. To'g'ri. Oilasi, bola chaqasi vayron qilingan,
moddiy jihatdan yoki ma'naviy jihatdan yoki har ikkisi jihatdan bola chaqasi, oilasi vayron qilingan. Mol mulki bulib olingan, talon qilingan. Jeni va hayoti axlat naqida qarindoshlari tarafidan pulga sotilib, xejlanayotgan bir millat. Bu to'g'ri amaliyat. Amaliy ahvolimiz mushundoq tursa qarindoshlar. Bu ahvolni qabul qilishga bo'lamdi. Bir inson bo'lish sifati bilan mush bizning qolgan mush ahvolimizni bir inson bo'lish sifati bilan qabul qilishga bo'lamdi. Albatta bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Bu ahvolni hargizmi qabul qilishga bo'lmaydi. Chunki buni qabul qilsak, ustimizga Alloh taolo tomonidan zillat tamg'asi uriladi. Bundaq bir tamg'a yegan millat bu dunyoda yo'qolishga mahkum bo'ladi, oxiratda jahannamga mahkum bo'ladi. Na'udhu billah. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo sura Baqara 61-oyatda bundoq deydi. Hozir men deylayotgan nuqtani Alloh Qur'oni Karimda deydi. Yani bir insonlarga zillat tamg'asi urilib ketsa, maskanat tamg'asi urilib ketsa, bu insonlarning dunyoda yo'qolishga mahkum bo'ladiganligi Qur'on tarjimasida istisol deyiladi buni. Bu jazoning eti istisol jazosi. Yani tamomila yo'q qilinish, yo'qlikka mahkum bo'lish yoki yo'qolishga mahkum bo'lish jazosi, oxiratda jahannamga mahkum bo'lish jazosi beriladi deb Alloh Qur'oni Karimda Bani Isroilni misol qilib turib shunday deydi. Hammamizga ma'lum. Bani Isroil xalqiga Fir'avn shunday zulm qiladi. Hozirgi Uyg'ur xalqining beshiga tushgan irqiy qirg'inchilik, zulm, xo'rlikning hammasi Bani Isroil xalqining beshiga tushgan. Shu chaqda Alloh bu bechora millatni qutqizib olish uchun Musa alayhisalomni yuborgan. Fir'avnning qo'l ostidagi chaqda zulm va irqiy qirg'inchilik ostida bu millat Musa alayhisalomga iymon etgan. Allohmi bularni Fir'avndan qutqizib qo'ygan. Qutqizib sizlarning yangi vataninglar ashnim bo'lsin, Baytul Muqaddas bo'lsin deb vatanni Musa alayhisalom orqali ishorat qilgan degan. Ash vatan sizlarning bo'ladi, beringlar ashani vatan qilinglar deb. Bular Misrdan qutulib, Fir'avnning qo'lidan qutulib, Fir'avn halok bo'lgan yoki dushmandan qutulgan yoki ozodlikka chiqqan yoki bu millat qulluqqa ko'nib ketgan millat o'g'ashqa. İşgalchilarning, ya'ni zolimlarning urf odatiga ko'nib ketgan millat o'g'ashqa Musa alayhisalomni xalqiliqlik, Harun alayhisalomni xalqiliqlik, hatto Yusha alayhisalomni xalqiliqlik. Bular tegdik chaqda Musa alayhisalom bu millatni tavlab, pishirib, Baytul Muqaddasga kirib, Amalikalarni qo'g'lab, yangi vatan qilish uchun Musa alayhisalom tarbiyalab olsa, Musa alayhisalomning tarbiyasiga quloq solmay, bular qo'saqning gapini qilganlik. Deylikki bular Ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Biz bu bir turlik tamoqqa sabr qilmaymiz deylik. Qo'saqning g'amiga tushuglik. Halbuki chaniqish maydonini nim beriglik Allah ularga osmondan taranjimin va buduni tushirib beriglik. Yani kebab ve tatlık tushirib beriglik. Bu dünyada kebabdan mı tatlık, tatlık turumdan mı tatlık bir narsa bo'lmaydi. İnsanın en yeydigan isil tamoqi buduni ve taranjimin. Allah şunu tushirib bersa, bular biz bir xil tamoq yeyotimiz kunda. Sen Rabbinga degan yer yuzidan bizga har turlik sey ko'ktatlarni chiqarib bersin. Masalan, samsoq, piyoz, adas, anandaki her turlik, her kun yeydigan tamoq qiladigan ko'ktatlar chiqarib bersin deb qo'saqning g'amini qiladi. Anki Musa alayhisalom shu yerda, ey insonlar, bu oliy tamoqni qo'yab tuvan tamoqqa juguramsizlar. Atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa xayr. Yaxshini qo'yib, eng tuvaniga esalamsizlar. Alloh yaxshi tamoq beryapsa. Ihbitu Misran. Agar u Misrdagi hayotinglarni seg'ingan bo'lsanglar, Misrga ketinglar, Misr bayina. Shu Misrda bog'i ochsil davatgan tamoqning hammasi Misrga borsanglar, yana shu qibtilarning qatida, shu qibti ular
milliy kimlikinglardan, diniy kimlikinglardan ayrilib xor bo'lib yashaysizlar. Agar shu xor hayotga rozi bo'ladigan bo'lsanglar, qo'saqni deb ketinglar Misrga dedi. Fa inna lakum ma sa'altum. Nimani so'ragan bo'lsanglar Misrda bor deb Musa alayhisalom qaydab shundoq dedi. Shu chaqda duribat alayhimud dillatu val maskanat. Bu millatga zillat va maskanatdan bo'surilib ketdi deydi qarindoshlar. Zillat degan qandoq nima desa qarindoshlar? Xorliq tamg'isi. Ya'ni xorliqni his qilmay, xorliqni normal hayot deb tushunadigan bir holatni zillat deyiladi. Shu xalqmi hozirgidek bizdek xo'rliqda yashaydi, xo'rliqni his qilmaydi. Masalan, bizning ichimizda nurg'un manqurtlar bor. Voy, vatan unda yaxshi bo'lib ketibdi, bunda yaxshi bo'lib ketibdi, undaq ekan deb Xitoyning irqiy qirg'inchiligini aqlashga xizmat qiladigan, Sharqiy Turkiston davosini qoralashga xizmat qiladigan nurg'un manqurtlar bor hozir jamiyatimizda. Ma yashayotgan xo'rliqni his qilmaydi ular. Qo'sqi to'ysilan bo'ladigan gap. Xeyjigili puli bo'lsa, yaxshi yashasizlar bo'ladigan gap. Xitoydan maosh olib yashasizlar bo'ladigan gap. Xitoy yashag'ili qo'ysa, rahmat deb yashayveradigan gap. Bunda xalqi qo'rqib ketib, jugurib qo'pab ketgidek xatarlik, achinishlik bir ahvoldimi? His qilmay bu xatarni normal hayot deb mushu yashayotgan xo'rliqni normal hayot deb o'ylanib tushunib olgan manqurtlarga berilgan azobning ismi zillat. İnsonga zillat tamg'usi urilgandan qaningdiki maskanat keladi. Maskanat harakatsizlik. U hayotidan rozi bo'layotgan odam nima deb qarshi harakat qiladi? Harakat qilmaydi. Zillatdan keyin maskanat keladi, harakatsizlik. O'zining holiga rozi bo'lib yashaydigan ish. Buni Alloh taolo zillat bilan maskanatni shu bir yaramaslikning jazosi bo'lish sifatida Bani Isroilga urvitiglik. Buni bu yerda deyishimning sababi qarindoshlar, bizning beshimizga Bani Isroilning beshiga tushgan xo'rliq va achinishlik oqibatdan ig'irroq tushyotidi. Bundaq tamg'i yeb qolsak bo'lmaydi. Bundaq bir tamg'i yeyishdan qutulish uchun millat sifatida harakat qilishimiz lozim. Qarindoshlar, millat sifatida harakat qilishimiz lozim. Chunki harakat tiriklikning ifodasi. Millat sifatida uyg'onishimiz lozim. Chunki uyg'onish hayot ekanligimizning ishorati. Millat sifatida tirilishimiz lozim. Chunki tirilish hayotga qaytganligimizning isboti va yana ishga yaraydiganligimizning isboti. Agar biz o'zimiz qutuldirish uchun harakat qilmasak, amaliyat isbotladiki, hech kim bizni qutqizib qo'ymaydi. Agar biz o'z baxtimiz uchun o'zimiz tirilmasak, hech kim bizni bekorga tirildirib qo'ymaydi. Tirildirib yashitib qo'ymaydi. Agar biz o'zimiz o'yg'atmasak, ey qarindoshlar, bisimizni o'yg'atmasak, ma ahvolimizning xatarlik ekanligini birsimizga yetkazmasak, hech kim bizni uyg'otib qo'ymaydi. Agar biz o'zimiz kuchlantirmasak, hech kim bizni kuchlantirib qo'ymaydi. Ko'rayotimiz qarindosh millatlarni ko'rayotimiz, musulmon qarindoshlarimizni, turk qarindoshlarimizni ko'rayotimiz, davosimizga yordam emas, bir maslahatchilikka yaraydigan bir odam chiqmaydi bizning qarindosh millatlardan. Bir maslahatchilikka, siyosiy maslahatchilik. Hozirga qadar chiqib emas. Hech kim bizni kuchlantirib qo'ymaydi yani. O'zimizning izzatini o'zimiz asliga keltirmasak, hech kim bizning izzatimizni qo'lga olib bermaydi. Bu haqiqatni bu dunyoda amaliyat orqali o'z ko'zimiz bilan ko'rib turyapmiz, yashayapmiz qarindoshlar. Undaqda nima ish qilishimiz kerak? İşimizni nereden başlayışımız kerak? Hammamizning kallasiga kelgan savol shu. Nima ish qilishimiz kerak? İşimizni nereden başlayışımız kerak? Javob shu. İşimiz nerede buzilgan bo'lsa, shu yerdan başlayışımız kerak. İzzetimizni nerede yo'qotgan bo'lsak, izzetimizni shu yerdan izlashimiz kerak. Undaqda tariximizga bir qarab boqaylik. Qaysi zamonlarda kuchlik va izzatli edik va qaysi zamonlarda ojiz va xor holatga tushib qoldik. Tariximizga qarab baqsak bilamiz. Tariximiz shuni isbotlaydi-ki, biz
Qachon yaratquchimiz Allohga va diniga sodiq bo'ldik va Allohning dinini to'g'ri o'rganib, to'g'ri tatbiq qildik, shu zamonlarda kuchlik va aziz yashadik va dunyoga nurg'un tuhfalarni qo'shdik. Qachoniki Allohdan uzoqlashib, zolimlar bilan ittifoq tuzdik, shuningdan biri tuvallashga va ojizlashga qarab mangdik. Chunki zolimlar bilan moslashish uchun Allohning ta'limoti bilan moslashmaslikka to'g'ri keladi. Allohning dinini Alloh rizosi uchun emas, balki ittifoqdoshlarimizning rizosi uchun qo'llanishga to'g'ri keladi. Zolimlarga yantoq bo'lishdan kelib chiqqan zararlarni musulmon xalqimizning ko'zidan qochirish uchun xalqimizning nodon qoldirilishi kerak edi. Xalqimizni nodon qoldirish uchun Allohning ba'zi amr farmonlarini yo'shirishga, o'zgartishga, burmilashga va yoki chala o'g'itishga to'g'ri keladi. Darvaqa shunda qilindi va xalqimiz nodon siyosatchilarimiz va buzuq rahbarlar tarafidan nodon qoldirildi. Natijada diniy aqidamiz bilan amaliy hayotimiz moslasholmadi. Ya'ni diniy aqidamiz musulmonlar hayotining dunyo va oxiratda yaxshi bo'ladiganligini e'lon qilsa-mu, amaliy hayotimiz undaq bo'lmadi. Chunki biz musulmonlarga munosib bo'lgan hayotdan allburunla yiroqlab ketgan edik. Va muqaddas islom dini nodon va yoki buzuq insonlar tarafidan xato yoki chala tushuntirilishga boshlagan edi. Dinimiz dushmanning ta'sirida burmalangan siri va chala o'gitilgan siri xalqimizmi dinimizdan so'yib ketishga, davlat beshidagi insonlardan gumonlanishga, davlat va millat manfaatidan o'z shaxsiy manfaatini ustun ko'radigan holga tushib qoldi. Natijada xalqimizning sifati tuvalladi va davlatimiz ojizlab ketdi. Eng oxirida dushmanimiz Xitoy tajovuzchilarining ishg'oliga uchradi va hozirgi echinishli ahvolga tushib qoldik. Natija bu. Men sizlarga oldimizdagi videolarda inshaalloh dinimiz islom bilan bizning oramizdagi xato tushunilgan nuqtalarni va burmalangan nuqtalarni tushuntirishga tirishaman inshaalloh. Va islom bilan oramizdagi xato pardalarni elib etishga tirishaman. Allah hammamizning yordamchisi bo'lsin, amin. İşimiz nerede buzulgan bo'lsa, shu yerdan boshlashimiz kerak dedik-ya. Meningcha tuzatishga boshlashimiz kerak bo'lgan va bizga islom dini nomidan xato yoki chala tushuntirilgan nuqta asosan 9 bo'lib, xalqimiz bu 9 nuqtada qaymoqib qolgan va islomdan shubhalanishga yoki so'yib ketishga sabab bo'lgan, so'yib ketishga boshlagan. Hozir nurg'un yoshlarimiz, nurg'un vatandoshlarimiz islom desa besh og'riydi. Nima uchun desa, mush 9 nuqtani xato tushunib olg'achqa. Mush 9 nuqta yoki xato tushuntirilgan yoki kam, chala tushuntirilgachga bizning xalqimiz bu din desaklar shu ziyon tortganmiz deb o'ylab dindan so'yib ketishga boshlagan. Men hozir bu 9 nuqtani tizib chiqqandan keyin bugungi suhbatni mush yerda to'xtataman qarindoshlar. Bu Ramazondagi suhbatlarda bu 9 nuqtani bu 9 nuqtadagi xatoliklarni oydinlashtirishga tirishaman inshaalloh. Bu 9 nuqtadan birinchisi din bilan inson munosabati. Ya'ni bizga diniy bo'lgan nuqtalar bilan insoniy bo'lgan nuqtalar bir-biriga qarshida qilib tushuntirilgan. Bu munosabatning tushuntirilishida xatolik bor. Ikkinchi nuqta, din va dunyo munosabati. Ya'ni bizga din bilan dunyoni bir-biriga qarshida qilib tushuntirilgan. Buni munosabatning tushuntirilishida xatolik bor. Uchinchi, din va aql munosabati. Ya'ni bizga diniy bo'lgan nuqtalar bilan aqliy bo'lgan nuqtalar bir-biriga qarshida, bir-biriga zidda qilib tushuntirilgan. Bu munosabatning tushuntirilishida xatolik bor. To'rtinchi nuqta, din bilan ilm-fan munosabati.
bizga din bilan ilm fanni bir-biriga qarshidek qilib tushuntirilgan. Buni eng kuchab tushundigini shu Xitoy istixboroti, uning ta'siriga uchragan insonlarni shunday tushuntirishga tirishgan yoki shunday tushunib olgan. Din bilan ilm fan qarshidek qilib. Beshinchisi, din bilan madaniyat munosabati. Ya'ni bizga diniy bo'lgan nuqtalar bilan madaniy va kultural bo'lgan nuqtalar bir-biriga qarshidek qilib tushuntirilgan. Bu munosabatning tushuntirilishida nurg'un xatoliklar bor. 6. Din bilan axloq munosabati. Ya'ni bizga diniy bo'lgan nuqtalar bilan axloqiy bo'lgan nuqtalar bir-biriga qarshida qilib tushuntirilgan. Bu munosabatning tushuntirilishida xatolik bor. 7. İnson va Alloh munosabati. İnson bilan Allohning munosabati qanday bo'ladi deyilgan tushuntirilishlarda biroz chaliliq bor. Bu munosabatning tushuntirilishida xatolik bor. 8. Din, vatan va vatanparvarlik munosabati. Bu munosabatning tushuntirilishida xatolik bor. 9. nuqta, eng oxirgi nuqta, din, xalq va xalqparvarlik munosabati. Bu munosabatning tushuntirilishida xatolik bor. Bugun shunchalik bo'lsin, qarindoshlar, keyingi videolarda bu xatoliklarni aychib tashlashga tirishaman. Janobi Alloh xayrlik va manfaatli qilib bersin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin.